O'zbekiston Urugvay 1-2. O'zbekiston terma jamoasining asl kuchi mana shu edi. Transfer bozori aqldan ozmoqda. Lamine Yamal uchun Al Hilol 400 million yevro to'lashga tayyor. Real Madrid klubi esa Erling Haaland uchun ovni boshladi. Do'stlarim, agar yaqin 5-6 daqiqalar ichida ekran qarshisidan uzoqlashmasangiz, shu va shunga o'xshash futbolga oid yangiliklar bilan qisqa vaqtlar ichida tanishib chiqamiz. Va albatta do'stlarim, ushbu videorolikka like bosib qo'yishingizni ham iltimos qilib qolaman. Nima uchun 2026-yilda Portugaliya terma jamoasi jahon chempioni bo'ladi? Messi va Ronaldo uchun eng so'nggi jahon chempionati. Lamine Yamal hech qachon Messi va Ronaldoning darajasidagi futbolchi bo'la olmaydi. O'zbekiston terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatida chempion bo'lish imkoniyati qay darajada? Shu va shunga o'xshash futbolga oid yangilik va ma'lumotlar bilan bizning Telegram kanalimizda tanishib chiqishingiz mumkin. Telegram kanalimizga obuna bo'lish manzili ushbu videorolikning kommentariyasida va opисаниясida bo'ladi yoki ekraningizda ko'rib turgan QR kodni skaner qilsangiz ham uyali aloqangizning ekraniga Telegram manzilimiz chiqib keladi. Arab sheyxlari aqldan ozdi. Do'stlarim, Al Hilol klubi 18 yoshli futbolchi uchun naqd 400 million yevro taklif qilishga tayyor. E'tibor bering, ushbu 400 million yevro faqatgina uning transfer uchun to'lanadigan badal puli. Do'stlarim, gap shundaki, kecha tushlik vaqtidan so'ng Marca nashri juda ham ajoyib va juda ham shov-shuvli maqola chop etdi. Unda Al Hilol klubi, ya'ni Saudiya Arabistoni klubining Al Hilol klubi Barselona klubi hujumchisi Lamine Yamal uchun 400 million yevro to'lashga tayyor ekanligi va futbolchining o'ziga naqd 7 yillik shartnoma taklif qilayotganligi haqida yozishdi. Ya'ni 2031-yilning yozigacha. Lekin 400 million yevroga qaramasdan Barselona Al Hilol klubining ushbu taklifini rad etdi. Manbada qo'shimcha qilishicha, Barselona moliyaviy inqirozlarga qaramasdan yosh iqtidor egasini jamoada saqlab qolishga qaror qildi. Chunki Kataloniya klubi rahbariyatining fikriga ko'ra, Lamine Yamal klubning kelajagi va u eng kamida Leo Messi darajasiga yetib bora oladi. Lekin do'stlarim, meros o'z yo'liga. Umuman vaziyatga real ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, Lamine Yamalni buncha summaga sotib yuborish mantiqqa to'g'ri kelgan bo'lardi. Chunki birgina Lamine Yamalni qurbon qilish ortidan Barselona 10 yildan beri aziyat chekib kelayotgan moliyaviy muammolar girdobidan chiqib keta olgan bo'lardi. Va qolaversa, futbol ekspertlarining fikriga ko'ra, Lamine Yamal bo'lajak Ronaldinho. Ya'ni u mashg'ulotlarni vaqti bilan esidan chiqarib qo'yadi va tungi klub, kayfi safo va shunga o'xshash narsalarga moyil futbolchidir. Yana bilmadim, balkim Lamine Yamal o'z vaqtida o'zini qo'lga olar va yengil-yelpi hayot tarzidan voz kechib, haqiqiy professionallarday o'z ishiga yondoshishni boshlar. Do'stlarim, arab sheyxlaridan katta taklif olgan faqat Barselona klubi emas. Gap shundaki, Real Madrid klubi futbolchisi Vinicius Junior uchun ham arab sheyxlaridan katta taklif kelib tushdi. Gap shundaki, Vinicius Junior katta ehtimol bilan qishki transferlar oynasi vaqtida qirollik klubini tark etadi. Chunki Saudiya Arabistoni klubi Vinicius Junior uchun ham 400 million yevro emas-ku, biroz kamroq, ya'ni naqd 300 million yevro taklif qilmoqda. Va katta ehtimol bilan Real Madrid klubi arab sheyxlarining ushbu taklifiga rozi bo'ladilar. Chunki bir qozonda ikkita qo'chqorning boshi qaynamaydi deganlariday, Vinicius Junior va Kylian Mbappelar sababli qirollik klubi tarkibida ba'zi muammolar uchrab turibdi. Ya'ni Vinicius ham chap qanot hujumchisi, Kylian Mbappe ham. Va qolaversa, Kylian Mbappe kelganidan so'ng Vinicius Juniorning o'yinlari qovushmayapti. Bunga sabab esa hozirgina ta'kidlab o'tganimday, bitta qozonda ikkita qo'chqorning boshi qaynamasligi. Real Madrid klubi nima sababdan Viniciusni osongina sotib yuboradi? Buning boshqa sababi ham bor. Bu esa Manchester City klubi hujumchisi Erling Haalanddir. Do'stlarim, Britaniyaning mashhur nashri Offside, ya'ni o'zbekchasiga o'yindan tashqari holat manbasining ma'lumotiga ko'ra, qirollik klubi Vinicius Juniorning transferidan tushgan pullarni aynan
Erling Haalandning transferiga yo'naltiradi. Eng e'tiborlisi shundaki, Erling Haalandning o'zi ham Real Madrid klubi safiga kelib qo'shilishga qarshi emas. O'zi umuman olib qaraganda zamonaviy futbolda qirollik klubi tarkibiga kelib qo'shilishga qarshilik qiladigan futbolchining o'zi bo'lmasa kerak. Albatta, bundaylar oldin tarixda bo'lgan. Francesco Totti, Thierry Henry, Paolo Maldini va hokazolar. U paytda Real Madrid hozirgida yakka hokim emas edi jahon futbolida. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Shu sababli qirollik klubi qaysi futbolchini sotib olishni xohlasa, bu ishni muammosiz amalga oshirmoqda. Shu sababli agar qishki transferlar oynasi vaqtida Vinicius Saudiya Arabistoniga sotiladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan Erling Haaland qirollik klubi tomonidan sotib olinsa kerak. Va menimcha Real Madrid klubi tarkibida Kylian Mbappe va Erling Haalandlarning tandemini tomosha qilish bu butun futbol ahliga zavq bag'ishlasa kerak. Do'stlarim, ushbu suhbatimizni bu mavzusiz tugatishga haqqim yo'q edi. Gap shundaki, kecha tunda O'zbekiston terma jamoasi Urugvay terma jamoasini o'rtoqlik uchrashuvi bahsi doirasida qabul qildi va 1-2 hisobida mag'lubiyatga yuz tutdi. O'yinni boshdan oxirigacha tomosha qildim va shu sababli bu bahs haqida ham ozroq gaplashmasak bo'lmaydi. Gap shundaki, menimcha O'zbekiston terma jamoasining asl kuchi mana shu edi. Chunki o'yin davomida ko'rinib turdiki, O'zbekiston terma jamoasi xuddi rasmiy bahsda, rasmiy finalda qatnashayotganday harakat qildi. Urugvay terma jamoasi esa shunchaki mashg'ulotga tashrif buyurgan futbolchilarday o'zini tutdilar. Lekin shunga qaramasdan Urugvay ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. O'zbekiston terma jamoasi esa 0-2 hisobida ortda bora turib, faqatgina 82-daqiqada hisobni qisqartirishga erishdi va Fabio Cannavaro O'zbekiston terma jamoasi bilan ilk mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Va menimcha bu O'zbekiston terma jamoasining eng katta kuchi va ushbu bahsdan so'ng jahon chempionati musobaqasida bizni nimalar kutayotganligini taxmin qilib olishimiz mumkin. Albatta, jahon chempionatigacha hali vaqt bor va shu sababli umid qilamizki, O'zbekiston terma jamoasi yanada kuchaya oladi. Agar kuchaya olmasa, bizni u yerda nimalar kutayotganligini ushbu bahsdan kelib chiqib taxmin qilishimiz mumkin xolos. Mayli do'stlarim, mana shu yerda hozircha xayrlasha qolaman. Qolgan gap so'zlarni Telegram kanalimizda gaplasha qolamiz. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.